Assalomu alaykum. Sizlar bilan English Teacher kanali. Bugungi mavzumiz va an article. Bu mavzuda biz harflarni unli va undoshga bo'lib chiqamiz. Ingliz tilida 26 ta harf mavjud. Ularning 21 tasi undosh, 5 tasi unli. Undosh harflar oldidan artikli keladi. Unli harflar oldidan an artikli keladi. Birinchi mashqimiz circle the vowels. Bu mashqda biz unli harflarni dumaloq ichiga olishimiz kerak. Birinchi harfimiz harfi. Unli harf. Mana shu qatordagi oxirgi harf O harfi. Uni ham belgilab olamiz. Bu qatorda o'rtarog'idagi harf I harfi va pastki qatorda A harfi mavjud. Va U harfi ham bor. Mana shu harflarni belgilab olamiz. Keyingi mashqimiz listen and repeat. Bu mashqni listeningini o'z Telegram kanalimda taqdim etaman. Keyingi mashqimiz 3-mashq fill in or n. Bu yerda bizlarga so'zlar berilgan. Ular oldidan artikl qo'yishimiz kerak. Birinchi rasmda dog kuchuk rasmi tasvirlangan. Uning tagida artikli va dog so'zi. Keyingi rasmda fil rasmi tasvirlangan. U yerga biz n artiklini qo'yishimiz kerak. Mana n artiklini qo'yib oldik va hokazolarni davom ettirishimiz kerak. 4-mashq. Bu mashq listen and repeat. Bu mashqni ham men o'z Telegram kanalimda taqdim etaman. Telegram kanalimga o'tsalaringiz, u yerga taqdim etaman. Keyingi mashq 5-mashqimizda berilgan so'zlarni va n artiklga bo'lib chiqishimiz kerak. Bu yerda lemon, pineapple, apple, pear, melon, orange, banana, watermelon, carrot, onion so'zlari berilgan. Bu so'zlarni biz unli undoshga ajratib chiqishimiz kerak. Artiklga undosh harflar ketishini inobatga olib lemon, va hokazolarni yozib ketamiz. N harfi n artikliga unli harflar ketishini inobat. Apple, va hokazolarni yozib ketamiz. 6-mashqimiz. Bu mashqda biz keraksiz so'zlarni chiqarib tashlashimiz kerak. Ikkinchisida n artikli va ant, donkey, elephant so'zlarini berilgan. Bu yerdan biz donkey so'zini chiqarib tashlashimiz kerak. Chunki ant, elephant so'zlarini bosh harflari unli bo'lgani uchun biz donkey so'zini chiqarib tashlaymiz. Va mendek bajarib ketasiz. 7-mashq. Bu yerda fell and ball, apple, cat, egg, dog, frog, umbrella, box, yo-yo, queen, onion, glasses, Indian, man, kite, pen so'zlari berilgan. Bu so'zlarni n va artikliga bo'lib chiqishimiz kerak. Birinchi so'zimiz ball.
bo'lgani uchun biz ball so'zini artikliga yozamiz. Mana shunday qilib qolgan so'zlarni ham yozib chiqasiz. N artikliga unli harflar ketadi. Unga apple so'zi ketadi. 8-mashq. Fell N deb yozilgan. Bu yerda biz so'zlar oldiga n yoki artiklni qo'yishimiz kerak. Birinchi so'z computer. Ikkinchi so'zimizga desk qo'yamiz. Uchinchi so'zimizga desk qo'yamiz. Va shunday bajarib ketishimiz kerak. Va biz progress check unit 1-2 deb yozilgan. Bu yerda biz takrorlashni bajarishimiz kerak. Bu takrorlashni o'zlaringiz bajarasiz. Tepadagi mashqlardan qarab yoki o'tganlarimizni bu yerda takrorlaymiz. Bu oson. Men bu yerda 5-takrorlashdagi 5-mashq va mavzumizdagi 6-mashqlarni Telegram kanalimga ishlab beraman. Hozircha xayr.